Shu kunlarda davlatimiz rahbarining topshirig'iga muvofiq banklar va boshqa tegishli tashkilotlar mutasaddilari tadbirkorlar faoliyatida duch kelayotgan muammolarni o'rganib, tezkor bartaraf qilish choralarini ko'rmoqda. Hozirgi lavhamizda bu borada Infinbank tomonidan qilinayotgan ishlar xususida so'z boradi. Toshkent shahar Sergeli tumanida tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan Shahlo Qurbonova oziq-ovqat do'koni faoliyatini yo'lga qo'ygan. Aholini sifatli va kundalik iste'mol mahsulotlari bilan ta'minlab kelayotgan tadbirkor bugungi kunda savdo hajmini kengaytirish va mahsulot turlarini ko'paytirishni rejalashtirgan. Shu maqsadda u 950 million so'm miqdorda kredit mablag'idan foydalanib, faoliyatini yanada rivojlantirishni ko'zlamoqda. Men 8 yildan beri tadbirkorlik faoliyatimni yuritaman va bu tadbirkorligimni kengaytirish maqsadida pul mablag'im yetmaganligi kamligi hisobiga Infinbankga murojaat qildim va Infinbank xodimlari kelib muammolarimni o'z joyida o'rganishdi va bir ish kunida menga zarur bo'lgan kredit ajratildi. Kredit summasi ajratilgandan keyin o'z faoliyatimni kengaytirdim va mahalladan 4 kishini ish bilan ta'minladim. Hozirgi kunda ular doimiy maosh olib ishlab kelishyapti. Davlatimiz rahbari tomonidan biz tadbirkorlarga juda ham keng imkoniyatlar yaratilgan. Tadbirkorlik qilaman degan kishilar uchun barcha eshiklar ochiq. Shu imkoniyatlardan oqilona foydalangan holda men ham tadbirkorligimni davom ettiryapman. Infinbank mutasaddilari tadbirkor faoliyatini joyiga chiqib o'rgandi. Ajratilgan kredit mablag'larining maqsadli yo'naltirilishi hamda kichik biznesni yanada kengaytirish istiqbollari bilan tanishdi. Mutaxassislar tomonidan tadbirkorga faoliyat samaradorligini oshirish yuzasidan zarur tavsiyalar berildi. Toshkent shahar Sergeli tumani Bunyodobod mahallasida istiqomat qiluvchi Qurbonova Shahlo opa bilan birgalikda 2018-yildan beri hamkorlikda ish olib boramiz. Bizaga o'sha tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish maqsadida ariza bilan murojaat qildilar. Biza bank xodimlari joyiga kelib o'rganganimizda ularga faoliyatini kengaytirish uchun 950 million so'm miqdorida kredit mablag'lari zarurligi aniqlandi. Tadbirkor muammolari bir ish kunida yechim topib, mijozimizdagi tadbirkorga kredit mablag'lari bank tomonidan ajratib berildi. Bunday manzilli yondashuvlar hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etyapti. Natijada tadbirkorlik subyektlari faoliyati kengayib, yangi ish o'rinlari yaratilmoqda. Aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati esa yanada oshmoqda. Bu esa mamlakatimizda tadbirkorlikni rivojlantirish va biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan tizimli islohotlarning amaliy natijasi.